Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xudo xolasa yana bir ishimizni Andijon viloyati o'zimizni Fayzobodda yakunlab berdik. Ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasiz. Albatta yoqsa qilib o'tib ketasiz. Vatandoshlar, bu xonadonimiz Andijon viloyati Fayzobod mahallasida yakunlab berdik. Bu tunukalarimiz qalinligi doimgidek Xudo xolasa 0.4 lik qalinlikda oq Toshkent tamazi tunukalarimiz. Xo'sh aziz vatandoshlar, bu xonadonimizga 152.7 salkam 150, ya'ni 153 kvadrat tunuka rasxod qildik. Hamda suvoqar tarnovlarimiz 5D tarnovlarimizni 51,5 metr qo'yib, hamda mana chig'anoqlarini ham qo'yib berdik. Chig'anoqlari doimgidek bonus xudo xolasa. Xo'sh, bu xonadonimiz 25 million 400 ming, 25 million so'mga bitirib berdik. 400 mingni o'tishlarini so'rab beradi uyda egalari. Hay tarafasi haytlik qilib bugungi xudo xolasa sanamiz 19-mart kuni bitirib berdik xudo xolasa. Gipsokardonlarni ham chiroyli qilib, mana pastlarni hammasini o'rab, o'ta ham bir go'zal holatda, ideal holatda qilib berdi. Hamda mana bu burchaklariga ahamiyat berasizlar. Har bir burchaklari bir xil ko'rinishga ega bo'lgan. Xo'sh, ichki razmerlarimiz 11 metr uzunligi, manaqasiga 20 metr, to'rov taraf общий. Xo'sh, 60 metr joy bo'lyapti. Bu tomonimiz shapkani uzunligi eni 1,5 metr chiqqan, hamda mana bu taraf ham 1,5 metr. Mana bu shapka qismlari 1,45 cm. Narigi tarafda bor, naves oshxona taraflarimiz shapkasi 130 cm eni. Ya'ni shu gipsokardonni oxirgi nimasidan, karnizidan to peshana qismigacha, ya'ni tarnovni orqa tomonigacha. Mana bunday pastki holatidagi xohlaganlarga gipsokardon yoki tunikada kimga qanday yoqsa, xuddi ashindek tayyorlab qilib beramiz. Hamda mana bunday tomga chiqar dimoxodlarni ham chiroyli qilib o'zi xohlaganidek, o'zi xohlagan joyidan chiroyli qilib o'rnatib beramiz.